Mana buni isbotini ko'ryapsizlar. Har bitta sedanani ichayotganingizda, sotib olayotganingizda shuni niyat qiling, sizdan iltimos shuni niyat qilib qo'ying. Meni ham shu ulug' ishlarga hissam qo'shilsin. Alloh mendan ham rozi bo'lsin. Meni ham ehsonim shu oilalarga yetib borsin, ularning xursandchiligi haq hurmat Alloh mendan rozi bo'lsin deya niyat qilib bering. Niyat qilib sotib oling, niyat qilib iching. Inshaalloh ko'rasizlar. Qani endi hozir ko'rsatish imkoniyati bo'lganda ko'rsatardi, lekin u imkoniyat yo'qda, u o'sha ko'rmasdan turib unga ishonish, iymonni eng go'zal, eng yuqori nuqtasi mana shuda. O'z asli mana shu. Ya'ni ko'rmasdan turib ishonish. Shuning uchun ajr qora sedani xarid qiling, yaqinlaringizga, oila a'zolaringizga olib bering, iching, iste'mol qiling va ihson qiling. Ajrdan oling, ajr oling. Bu o'zimizniki azizlar. Amerikaniki emas, Yevropaniki emas, yana boshqa yo'q, o'zimizniki. Bu millatimizniki azizlar. Millatimizni manfaati uchun xizmat qilyapti. Ximikat emas, yolg'on yashiq emas, soxta emas, yasab qo'yilgan emas. Sof va tabiiy, halol o'zimizniki. Saxovat ham qilasiz, eng go'zal nuqtasi mana shu. Saxovat ham qilasiz. Alhamdulillah, mana bugun Alloh imkon berdi. Bularni endi inshaalloh boshqacha bo'ladi hayotlari. Yelkamizdan og'ir yuklardan qutulib, bu bilan faqatgina xursand bo'lsak arziydi. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Ajr qora sedana bu o'zimizning milliy mahsulot. O'zimizning tijoratni, o'zimizning tadbirkorlarni, o'zimiznikilarni qo'llab-quvvatlang. Begonalarni emas, begonalardan ko'rganimizni ko'rdik.